Alohida har birimizga vazifalar belgilab berildi. Xususan 2026-yildagi hududlar bilan bog'liq investitsiyalar, xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va eksport hajmini va geografiyasini oshirish bo'yicha bizga vazifa belgilab berildi. Xususan Surxondaryo viloyatida 25-yilda to'g'risi investitsiyamiz tarmoq bilan birga 3 milliard dollar tashkil qildi va hududimizda 1 milliard 260 million dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilindi. Bu degani o'tgan 24-yilga nisbatan 2 karraga oshdi. Xuddi shunday eksportimiz 500 million dollardan oshdi. Barcha elchixonalarda Surxondaryo burchagini tashkil qilish, investorlarga bizdagi salohiyat, imkoniyat, qulayliklarni targ'ib qilish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish va nomma-nom kunbay, oybay, haftabay qilib belgilanadigan bo'ldi va buni biz ijrosiga bugundan boshlab kirishamiz. Bundan tashqari, mana Yaponiya bilan biz Yapon texnikum tashkil qilinyapti Termiz shahrida. Bu ham tez orada foydalanishga topshiriladi. 1 yil bizda ta'lim oladi, 1 yil Yaponiyada. Xususan Surxondaryo viloyatida ham 900 ming nafar xorijiy turistlar tashrif buyurdi. Bu yilga shuni 1,5 millionga olib chiqish bo'yicha reja qilib berilgan. Yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tomonidan bizga Surxondaryo iqlimidan kelib chiqib, Ispaniya tajribasi asosida issiqxonalar tashkil qilish masalasi ko'ndalang qo'yildi. Prezidentimiz bugun bizga kattaroq marra belgilab berdi. Buni ham aniq ijrosiga kirishamiz.